Hurmatli obunachilarimiz, mana Xudoning haydab bo'ldik 10 so'tlik yer. Endi joyga olish jarayoni. O'g'lim benzinlikni ma'qul ko'radi, nuqul joyga olayotganda. Sababi yoshlarda kuch ko'p, tezroq yuradi. Aslida bizga mana dizel ma'qul. Dizel sekin yuradi, bizga ma'qul. Yoshlarga benzinlik ma'qul. Dizelni ko'ryapti, changda ishlatdik, chang bo'lib ketdi. Hozir benzinim bor. Benzinda vazish filtrini yuvaman, ichiga ozgina moy topaman, uyda qolib ketdi. Moy qo'yib vazish filtrni resk tozalaymiz. Bo'lmasam chang yomon qiladi. Benzinlik uncha changlanavermaydi. Filtri teparoq bo'ladi. Zo'r, Husanpoy. Charchasang ayt. Tashqaridan ko'rsa oson deb o'ylaydi hamma. Bu joyga olish kerak bo'lsa yer haydashdan sal qiyinroq. Qaysidir ma'noda tez bo'lasiz, tekis chiqadi, ishingiz ko'rinadi, lekin mana tezligi odamni charchatib qo'yadi. Buni haydab ko'rganlar biladi. Уже benzinligimiz va moyi ham yetib keldi. 25 soatdan oshdi yo'q. Bugungisini hisoblamayapti. Sababi moyini almashtirib yuboramiz. Korobka moyi ham yetildi. Korobka moyini shu narsalarni tez almashtirib tursanglar uzoq xizmat qiladi. Mana ko'ryapsizlar, joyi trayderdan kam emas. Qo'ldan kelgancha albatta. Bo'lsa yana bir 20 minut, 25 minutda bo'lib qolamiz. 10 so'tlik sal kattaroq biz uchun. Uncha odam 10 so'tlikda haydatib joyga oldiravermaydi. Bundan katta joyda ham haydab joyga olganmiz, ko'rgansizlar 20 so'tlikda. Endi unga iloji yo'q, traktor kira olmas ekan. Bu yerga bemalol traktor kiradi, traktor pullangan. Traktor ham olsa bo'ladi. Endi uyda egasi o'zimizni kennayi bo'ladi, qarindoshimiz. Motoblokni ma'qul ko'radi har safar, chunki traktor solsangiz bir tomondan tagi loy bo'lsa loy chiqarishi ham mumkin. Shuni biladiki, motoblokka qildiradi. Har yil o'zimiz qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Shu boshlarini sal kovlab tashlagan, shuni chatadi. Endi traktorda shunday tekis haydaladi. Traktorlarga katta joylar bo'lsa zo'r haydaydi. Bu yerda ham joy yomon haydamagan bo'ladi. Qo'ldan kelgancha qolgan kamchilik joylarini motoblokda qilib tashlayapmiz. Mana gaplar, hurmatli obunachilar, omad hammaga.